Assalomu alaykum. Bugun sizlarga xalq tilida grija deyiladigan churralar nima ekanligi va qanday davolashi haqida ma'lumot bermoqchiman. Churra yoki grija nima? Churra bu ichki organlarning mushak devorining zaif joyidan tashqariga chiqib ketishi degani. Eng ko'p uchraydigan turlari bu chov sohasi, son, kindik va operatsiyalardan keyingi qorin devoridan chiqib qoluvchi churralar hisoblanadi. Bemorlar odatda ko'tarilganda, yo'talganda yoki kuchanganda churralar kattalashishini sezadilar. Ba'zan og'riq yoki noqulaylik ham bo'lishi mumkin. Churralardagi eng katta xavf chiqib qolgan organ qismini qattiq qisilib qolishi. Ya'ni grijdagi to'qimalar bo'g'ilib, qon aylanishi yo'qoladi va to'qima nobud bo'lishi, ya'ni xalq tilida chirishi mumkin. Shuning uchun bu holatda shoshilinch operatsiya talab qilinadi. Nega grija o'zi o'tib ketmaydi? Chunki mushak devoridagi nuqson o'z-o'zidan yopilib qolmaydi. Bandaj taqish yoki yuklamani kamaytirish faqat vaqtinchalik yengillik beradi. Grijani to'liq davolashning yagona yo'li bu jarrohlik amaliyoti. Jarrohlik amaliyotining bir necha turlari bor. Birinchisi u laparotomik, ya'ni ochiq usul, klassik operatsiya turi hisoblanadi. Terining churra chiqqan joyidan kesma qilinadi, churra ajratiladi va ichkariga qayta kiritiladi. Oxirida esa devordagi nuqson berikitiladi. Ko'p hollarda setkali implant qo'yiladi. U devorning mustahkamlab qayta paydo bo'lishi xavfini kamaytiradi. Bu operatsiyaning afzalliklari yirik yoki murakkab churralarda juda ishonchli, ammo kamchiliklari ham bor. Misol uchun, kattaroq yara qolishi, tiklanishning biroz uzoqroq bo'lishi va yarada kuzatiladigan boshqa asoratlar ehtimoli yuqoriroq bo'lishi. Laparoskopik gerniyoplastika usuli minimal invaziv usul hisoblanadi. Bir nechta kichik teshiklar orqali kamera va asboblar qorin bo'shlig'iga kiritiladi. Setkali implant qorinning ichkari tomonidan o'rnatiladi. Uning afzalliklari kamroq og'riq, tez tiklanish, shuningdek kichik kesma hisobiga infeksiyani xavfi pastroqligi va kosmetik jihatdan chandiq kichikroq qoladi. Kamchiliklari esa bu amaliyot umumiy narkoz talab qiladi va juda katta grijalarda har doim ham hammaga to'g'ri kelmaydi. Robot yordamidagi gerniyoplastika bu laparoskopiyaning eng zamonaviy shakli. Jarroh robot qo'llarining boshqargan holda ishlaydi. Robot yuqori aniqlik, yaxshi ko'rinish va juda nozik harakatlarni ta'minlaydi. Afzalliklari murakkab va qayta chiqqan grijalarda juda qulay. Kamchiliklari esa narxi juda yuqoriligida. Va hamma joyda ham bu usul mavjud emas. Operatsiyadan keyin tiklanishga to'xtab o'tadigan bo'lsak, aksariyat bemorlar operatsiyadan keyingi birinchi kuniyoq yura oladilar. Og'riq odatda o'rtacha bo'lib, dori bilan yaxshi nazorat qilinadi. Dastlabki haftalarda og'ir yuk ko'tarmaslik kerak. Lekin yurish va yengil mashg'ulotlar juda erta ruxsat etiladi. Setka implanti vaqt o'tishi bilan to'qimaga yopishib, mustahkam qo'llab-quvvatlovchi tuzilma hosil qiladi. Bu qayta churra hosil bo'lishini xavfini kamaytiradi. Qachon shifokorga murojaat qilishingiz kerak? Agar sizning tanangizda shishish paydo bo'lsa, kuchangandek kattalashsa, noqulaylik bersa yoki to'satdan qattiq va og'riq bo'lib qaytmay qolsa, bu ortiqcha kechiktirmay, ko'rikdan o'tish uchun jiddiy signal hisoblanadi. Churralar juda keng tarqalgan va muvaffaqiyatli davolanadigan kasalliklardan biri. Zamonaviy xirurgiya bir nechta ishonchli usulni taklif etadi va shifokorning vazifasi bu har bir bemorga mos, eng xavfsiz va samarali variantni tanlash. Siz bilan Seyumet 36 bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.